Passiv yaxşıdan aktiv yaxşıga namlıq kitapdan tug'ilgan hislar. Abdori Habibullah Ablamit. Türkiyədəki Tədbir nəşriyyatının qurğucusu Abdulaziz Bəştoğraq əpəndimnin manga ivətgən kitapları içində Passiv yaxşılıqdan aktiv yaxşıga namlıq kitap var idi. Bu kitapni yazğıcı Mustafa İslam oğlu qalamga alğan bo'lib, türkçədən uyg'urchalaştırğıcı Batur Qarxalli əpəndi. Abdulaziz Bəştoğraq əpəndim planlab nəşrga tayyorlagan bo'lib, bu qarindoshlarımızның bebaho ajrini Allah hassilab bersin. Kitapni qo'limga elibla odatim bo'yicha mundarchisiga qarashga boshladim. Bu kitap jami 3 bob, 6 bölüm, 77 mavzu, 205 betdan tarkib topgan bo'lib, kitapning oxirini xotimi bilan oxirlashtirgan. Mundarchisining beshidagi kirish so'zdan keyinla 1-bobning mavjud bo'lganlik, aktiv bo'lganlik degan 1-mavzu meni o'ziga alohida jalb qildi va kitapni darhol o'qishga boshladim. Kitapning har bir mavzusi o'z oldiga yangicha bir ilg'or fikrni o'tirg'a qo'yatdi va o'qirmanlarga yangi bilimlar ato qilib, kishini qayta tafakkur qaynamlarga sho'ng'ib kirishga undaydi. Kitap haqiqatan yaxshi o'zlashtirilgan bo'lib, ammo bob sap uyg'ur tilida jumlalari nihoyatda ravon, qisqa ham tushunishlik edi. Shunga o'qigan siri kitap meni o'ziga tortdi hamda xotiramni elib, odatim bo'yicha mo'yim deb qaralgan yerlarni va o'zimga nihoyatda cho'nqur ta'sir qilgan jumlalarni xotirlashga boshladim. Men odatda kitap o'qiganda beshini azroq o'qibla kitapga o'zimcha baho berman. Ya'ni bu kitap menga asqatamdi yo'q degan savolga javobni o'ylashiman. Agar manfiy javobga ega bo'lsam, kitapni o'qimay asta bir chetga qo'yib qo'yman. Musbat javobga erishsam, kitapni bir chetdan o'qib, bir chetdan xotir qoldirishga boshlayman. Men uchun kitap o'qish hargiz kitap o'qish uchun kitap o'qish emas. O'rganish uchun kitap o'qish bo'lib hisoblanadi. Mana shunday bo'lganda har bir so'z, har bir jumlani diqqat bilan o'qib, tafakkur qilishga to'g'ri keladi. Bo'libmi xotir qoldirish jarayonida kitobdagi nurg'un bilimlarni o'rganib mang'ili va tafakkurni texmi cho'nqurlashtirg'ili bo'ladi. Abdur Mustafa İslam o'g'li Passiv yaxshilikdan aktiv yaxshiga nomli kitobni mundaq jumlalar bilan boshlagan. Oxirgi payg'ambarga kelganda bu ilohiy amrning ma'nosi mundaq: o'rningdan tur va turg'iz, aktiv bo'lg'in va boshqalarni aktiv holga keltir. Harakatga o't va boshqalarni harakatlantir. Ya'ni bu yerda ulug' Tangri aktiv bir energiyani insoniyatga payg'ambarimizning qo'li orqali yetkazib butun insoniyatni aktiv harakat qilishga chaqirib. Abdur yana yaxshilar yotsa, yaxshilikmi yotadi deydi. Mana bu oltin jumlalarni tafakkur qilishimizga albatta arziydi. Biz normalda kitap o'qiganda yozuvchining tafakkuri bo'yicha yozuvchi o'zining ruhiy faoliyatlarini ifodalagan so'z va jumlalarga agishib ifodalamoqchi bo'lgan markaziy ideyaning atrofini cho'gilaymiz. O'qirmanlar jafo tortmay shu tafakkur bo'yicha kitobni o'qib tugitadi.
bundaq o'qirmanlar shu vaqtning o'zida azroq bilimlarga ega bo'lgandek qiladi va azroq estetik zo'qni oladi. Ammo u bilimlarni haqiqiy o'zining bilimiga aylantira olmaydi. Azroq vaqt o'tgandan keyin unutib ketadi. Haqiqiy ustun o'qirman kitobni o'zining tafakkurini kuchaytirish uchun yozuvchi sharhlagan muhim yerlarni xotirlab, analiz qilib, o'z tafakkurini ishga soladi. Aktiv energiyani joriy qildirib, ashu o'qiyotgan kitobni xuddi o'zi qaytadan yozayotgandek bir tuyg'u bilan o'qiydi va xotir qoldirdi. Qoldirgan xotirlarni o'zining va o'z qavmining hozirgi siyosiy, ijtimoiy amaliyatiga tatbiqlab, qayta tafakkur qilganda, ondan haqiqiy o'zining bilimiga aylantirg'ili bo'ladi. Ya'ni, yonpashlab yetib o'qimay, aksicha ravrus tik o'ltirib o'qib bo'lgandan keyin o'rnidan dast turdi. Bu orqali o'qigan kitobdan haqiqiy unum hosil qilib, ham o'qirman, ham avtor o'zining ko'zlagan maqsad muddasiga yetgan bo'ladi. German faylasufi Arthur Schopenhauer mundaq degan: Agar birasi kunlab kitob o'qisa, hamda o'tirliqdagi aram vaqtini tafakkursiz o'tkazsa, undaqda u bara o'zining mustaqil tafakkur qilish iqtidorini yo'qotib qo'ydi. Bu xuddi to'xtamay ot minadigan kishi oxiriga kelib yo'l mengishni unutib qolgandakli bir ish. Kitobni tafakkur qilib o'qiganda va kitobiy bilimlarni o'z bilimimizga aylantirganda o'zimizdagi yoshirin passiv holatdagi iqtidorni aktiv holatda joriy qildirgan bo'ladi. Bu orqali angliq tuyg'umizga xitob qilib va uni yetaklab, o'rgangan bilimlarimizni jur'atlik bilan amaliyotda ishlatamiz va o'zimizda bor bo'lgan talantni qandoq yerda ishlatishni o'rganib olamiz. Uyg'ur mutafakkurlardan Abdushukur Muhammad Emin tafakkurning ahamiyati to'g'risida mundaq degan: Tafakkur iqtidori hammaga taalluq. Ammo tafakkur qimmati har kallada har xil. O'ziga tafakkur mujassimi bo'lmagan millat, o'ziga ega bo'lmagan millatdir. Yana bu to'g'risida mundaq ruboiy yozgan: Baxt saodatni dastlab alga tila. Baxt emas oltin bo'lsa yolg'iz tangla. Tafakkursiz saodatdan umid kutma. O'ziga tafakkursiz inson talva. Masala shu qadar aniqki, kitob o'qishdagi asosiy mudda inson oldi bilan ruhni sog'lomlashtirib, pasiqlikdan oriflikqa, zalolatdan saodatga yuzlanib, o'zimizning tafakkur qiyofatini yuksaltirishdir. Kitob o'qiganda passiv yaxshilikdan aktiv yaxshiga nomliq kitoblardek yaxshi kitoblarni tanlab o'qishimiz lozim. Eski kitob ruhga zahar, vaqtga qotil. Biz yaxshi kitobni tanlab o'qishimizdagi maqsad ruhimizni to'liqlash va tozalash. Eng muhimi ruhimizni qudrat topqizish, o'zimizni o'zliksiz yetildirib taraqqiy qildirish, o'zimizni isloh qilib davomliq olg'a qarab besish, passiv yaxshidan aktiv yaxshiga o'tish. Kitobning 2-bob 2-bölümü beg'ishlash. Avtor bu bölümni aktiv yaxshilar o'zini beg'ishlaydi degan mavzu bilan boshlaydi va mundaq deydi: Ey talib, sen aldanganlardan bo'lib qilishni xohlamsan,
o'zini atağanlardan bo'l. Chunki o'zini atağanlar manfaati bo'lganlar emas, niyati xolis bo'lganlardir. Manfaati bo'lganlar foyda ziyon hisobini qiladi. Kitobni o'qigan sari o'qirman o'zini o'ylashdan boshqa yana boshqalarga yordam qilish, o'zini beg'ishlash kuchiga ega va jasoratga ega bo'ladi. Inson ijodiyatga erishish uchun cho'qim o'zini beg'ishlash ro'yiga ega bo'lish lozim. Men bu yerda insonlarning o'zini beg'ishlash ro'yini pili qurtiga o'xshataman. Pili qurti shundoq bir yuksak o'zini beg'ishlash ro'yiga egaki, u o'z mehnat tari bilan bir-birlab to'qib chiqqan g'o'zikining ichiga tapsilib qoladi. İnsaniyatga qimmat yaratib, yaxshilik qilish uchun o'zini qurbon qiladi. Bir parcha nafs yipak qo'lyog'ligi uchun yuzlarcha pili qurti kech-kunduz amgak qiladi va g'o'zikining ichida qilib o'ladi. Faqat pili qurti boqquchi davomliq yipak ishlab chiqarishga kafolatlik qilish uchun pili qurtining o'z ajri bilan to'qib chiqqan g'o'zikini yerib, ularning amgakini petchida qilish orqali oz bir qismining hayotini saqlab qoladi. O'z hayotini, o'z mehnat tarining natijasi uchun millatning baxt saodati uchun qurbon qiladigan pili qurtidek o'zini beg'ishlash ro'yiga ega insonlarning o'lmas ro'yi bilan bu qavm, bu millat va bu dunyo o'z mavjudligini yo'qotmaydi. Agar odam turmushning azob dengizidan o'tish uchun bir o'pdan Nuhning kemisini buzib, har biri bir taldan taxtiga chiqib olib, o'zlaricha o'zini qutuldirsa, ro'yi amillik ichida kun o'tkazsa, bir butun zamonaviy tafakkurga, bir butun ideyaga uyushadigan kuchni hosil qila olmaydi. Buning bilan yotlardan import qilingan tafakkur qushlari odamning mengisida chiqildab, ko'zi ochiq ziyolilarning ko'zlariga kul chechib, orzular armon peti qilib, bu asrning quyrug'ini qum bosadi. Nizomiy olamning tartibi buzilgan mana shunday kunlarda odamning yuragi siqilib, isyonkor bo'lib ketayotganda, mushundoq biror esil kitobni o'qisa, odamning ko'nglida bir ilhom buliqi ichilib, ko'ngli baxtga to'ladi. Hilalning to'lin oyga o'zgarishini savr bilan saqlaydi. Mundaq chog'da odam butunlay boshqa bir yangi tuyg'uga kelib, ikki tikan orasida o'sgan qizil guldak jasorat bilan atrofga xushbiroq chachquchi, ta'sir ko'rsatguchi, yordamso'yar kishiga aylanib qoladi. Insonning ro'yi paklashib, o'zining haqiqiy qimmatini tunib yetib, ichimizda yaxshilik va umidning urug'lari bixlanadi va o'zini kontrol qilib adabga qaytadi. Ko'p odamlar qimmat berib, buning uchun o'zining aziz tanlarini, muqaddas ruhlarini qulluqqa majburlayotgan ashu rohatlikka, bayoshatlikqa, aysh-ishratga, martaba mansablarga, qiyochiya va guldir qaros chavaqlarga, lak surkalgan lavlarga, ko'zni qamashtiradigan kiyim-kechaklarga, choch posillarga, har xil yangi tipdagi avtomobillarga, hashamatlik dochilarga pisand qilmaydigan bo'ladi va ular eng kichik bir qimmatimi yo'q arzimas narsaga aylanib qoladi. Bugungi uchur dunyosida kunda yuzlagan yangi uchurlar mengimizga qochilinib turdi. Hatto o'zimiz
to'liq tushunmaydigan xiyoliy uchurlarni o'qib, har xil, har turlik puchak yozmalar bilan o'zimizning tafakkurini o'zimiz ojizlashtirib, holini qo'ymayotimiz. Bu orqali o'zimizni bargan siri passivlashtiramiz. Shunga biz eng yaxshi yozma, eng yaxshi kitoblarni tanlab o'qishimiz, o'qigandimi ustun o'qirmanlik salohiyatimiz bilan o'qishimiz va yuqorida izohlab o'tgandek o'qigan narsani o'z bilimimizga aylantirib, ro'yimizni qudrat topqizib, o'z millatimizning istiqboli uchun aktiv xizmat qildirishimiz lozim. Passiv yaxshilikdan aktiv yaxshiga qadam bosgandala, bu dunyoni aktiv nacharlarga tashlab qo'ymay, ma'naviy jihatdan takomillashib, ro'yimizni tirildirib va qudrat topqizib, o'zimiz uchun emas, boshqalar uchun aktiv yaxshilik qilishni o'rganib, tafakkur birligi ustiga insho qilgan barliq ishlarimizni solih amallarga aylantirg'ili bo'ladi. Bu kitobdan qoldirilgan xotirlar. Passiv yaxshilar nazardan saqit qilgan bir haqiqat bor. Yaxshilik passiv holga tushib qolgan har yerda yomonlik o'zligidan aktiv holga keladi. Bu yomonlikning asli tabiati bo'lib, u qorong'ulikqa o'xshaydi. Uning asli zoti yo'q bo'lib, yo'riqlik bo'lmagan holatda ifodalanadi. Yetib olgan yaxshi bo'lish kupoy qilmaydi. Chunki passiv yaxshini yaxshi degili bo'lmaydi. Har passiv yaxshi bilib bilmay aktiv askining tashviqotchisiga aylanib qoladi. Ey, nisb degichi. Bu nisb masalasi emas, talab masalasi. Talab qil, nisb bo'lsin. Eng cho'ng mas'uliyat, eng ulug' oldidagi mas'uliyat bo'lib, bir yerda mas'uliyat bo'lsa, tanlash bo'ladi. Tanlash bo'lsa, iroda bo'ladi. Iroda bo'lsa, aql bo'ladi. Aql bo'lsa, vijdon bo'ladi. Bular ruhning insonni qurollantirgan 3 keziki. Ruhsiz vijdon passiv. Ruhsiz iroda majhul. Ruhsiz aql keraksiz narsadan farqsiz. Xulos kalam zarradan koinotgacha, mikrodan makrogacha hamma narsa aktiv harakat holatida bo'lgan bir olamda irodalik mavjudiyat bo'lish imtiyoziga ega bo'lgan insonning passiv holda bo'lishi bir benormal ahvol. Bu ilohiy moslashish qonuniga qarshi chiqqanlik. Bu tartoning sirtiga chiqqanlik va ahamiyati yo'q bo'lganlik bo'ladi. Roli yo'q narsa keraksiz narsaga aylanib qoladi. Shu narsa nihoyatda ro'shan holda o'tirda turmoqda. Allah insonlarni yaxshilar va yomonlar deb ikkiga ayirib qolmasdan, yaxshilarni ichidan passiv va aktiv yaxshidan iborat ikkiga ayirdi. 23 yil davom qilgan Qur'on vahiyining nozil bo'lishi aktiv bir so'z bilan boshlangan edi. O'qu. Doim o'qiymiz. O'zliksiz o'qiymiz. Aktiv o'qish, o'qiganni o'rgatish emas, aksicha qimmat yaratishdir. Iymon aktiv bo'lsa, yurakka sulton bo'ladi. Passiv bo'lsa, yurak uningga zindon bo'ladi. Iymon aktiv bo'lsa, yurakini yudiydi. Passiv bo'lsa, iymon yuragiga yuk bo'ladi. Aktiv yaxshi hasad qilg'uchini, dushmanini, raqibini ne'matga aylantirdi. Qanday qilib demsiz? Masalan, bosqan musofisni yo'lda yotqanga qarab o'lchaydi. Hasadchilar va raqiblarning hujumlarini
səpirni aslatqan, ətrafdakı işçi boş kişilərni şallab chiqirayotgan yoshurun ilohiy mukofot deb qaraydi. Pasib yaxshi hasad qiladi. Chunki o'zi yotgan bo'lib, yotmay, to'xtamasdan yaxshilik qilayotganlarga putlikashon bo'ladi. Aktiv yaxshilar hasad qiling'uchidir. Chunki u aktiv bo'lib, tirishchanlik ichida. U o'zi safarda bo'lib, safar ustidagi yo'lovchi. Yo'lovchining puti yaralanadi, qapiradi, beligi qayriladi, tizi og'riydi. Yo'lovchining bu ahvoli pasib yaxshining g'ayvat dasmisi bo'ladi. Men tuyg'usi egisini shaxsiyatchi qiladi. Shaxsning bandichiligi va ibodatigimi shaxsiyatchilik singib ketadi. Manfaat uchun bandichilik qiladi, jannat uchun ibodat qiladi. Pasib yaxshining aqli, irodasi va vijdonimi pasib bo'ladi. Pasib yaxshi xayrsiz, aktiv yaxshi xayrlikdir. Pasib yaxshi taqlidchi, aktiv yaxshi tahqiqchi, ya'ni izdanguchi. Pasib yaxshilar o'ziga yaxshi bo'lg'uchilar bo'lib, aktiv yaxshilar ham o'ziga, ham boshqalarga yaxshi bo'lgan yaxshilardir. Hasanatning o'zi uchun qilgan yaxshilik mukofoti uchun belgilik miqdor bekitilgan. Lekin salihatning mukofoti cheksiz. Yamonga oshiq bo'lish yomonni yaxshi qilmaydi. Aksicha, oshiqdek eng yuqori darajadagi bir tuyg'uni zaharlaydi. Oshiqni salbiy ta'sirga ega qiladi. Savdoyi baloga aylantirdi. Oshiq gunohni yumaydi, lekin gunoh ishqni bulg'aydi. Muhabbat abadiy bo'lgan chog'larda nafratmi oshiqqa homili bo'lgan. Сөйгі faqat tanga mahkum qilingan zamonaviy davrlarda oshiq nafratga homil bo'lmoqda. Haqiqiy söygü, söygüdə erib yo'qab ketish emas, balki söygüdə güllab yashnaşdır. Muhabbat oq savdo, xumar qora savdo bo'lib, söygü hurlikka erishtirdi, xumar qul qiladi. Yaxshiga bo'lgan oshiqni yaxshi narsaga aylantirdi. Ey oshiq, agar haqqa va haqiqatga oshiq bo'lsang, bilginki haq va haqiqatmi sana oshna bo'ladi. Oshiqing haq, janobi haq oshiqing bo'ladi. Yer va osmon ahlimi sana oshiq bo'lsin deydi. Habibullah, bu Qur'oni atalg'u ham Allohning yaxshi ko'rishi, ham Allohni yaxshi ko'rish ma'nosini bildirdi. Ba'zilarning mehr muhabbati solih amallari mehr muhabbatni oshirdi. Insonning qimmati o'zini beg'ishlagan narsa bilan o'ng tanasib bo'ladi. Inson o'zidan tuvan turadigan narsalarga ataganda qimmatini o'z qo'li bilan tushirgan bo'ladi. Sokrat bir o'zini beg'ishlag'uchi edi. U zaharni ichishdan burun o'quvchisi Kertoga mundaq deb vasiyat qoldirdi. Asklab osqa bir xo'roz qarzim bor. Uni qaytarishni hargiz unutib qolmag'in. Oxirgi so'zi mundaq edi. Tangrining nazarda qilganlarim qabul bo'lamdi, bo'lmamdi, uni bilmayman. Lekin shuningga ishonamanki, uni rozi qilish uchun chin dilimdan tirishdim. Bu tirishchanligimni qabul qildiganligiga umidim bor. U jinini samimiyatga shohid qilish uchun pido qilgan edi. Do'stim, yo'llar mengish uchun bor.
Lekin şu haqiqatni hargiz esingizdan chiqarmangki, menish bilanla manzilga yetkilib bo'lmaydi. Ammo manzilga yetib borganlar manganlardır. To'g'ri yo'l insonlarning ko'pchiligi mangan yo'l emas. Tafakkur qilgan aql egillarining yo'lidir. Yo'l xaritangizni amonat qila oladigan eng ishonchli yer qalbingizdir. İnsanның bu dünyadaki mevcutluğu qalbidagi umidga munosabatlik. Hayotda umidi bo'lmagan bir odamning bu dunyoda yashash sababimi qolmagan bo'ladi. Chunki u mavjudlik asosini yo'qotib qo'ygan. Agar boshqalarga umid bersangiz, dunyoning nazari sizda bo'ladi. Umid bir ibodatdir. Umid bir xil ijtimoiy qimmatdir. Chunki qalbida umidi bo'lgan bir shaxsiyat o'zi tava bo'lgan bu jamoat uchun kuch manbasidir. Badan uchun hayotlik, jonliq bo'lish qanchalik muhim bo'lgan bo'lsa, umidmi ruhimiz uchun shundoq muhimdir. Umidsiz badan xuddi ruhi bo'lmagan bir jasadga o'xshaydi. Nadonlik bilmaslik emas, balki faqat o'zini bilmaslikdir. Kishi yaxshi gumon qiladi, chunki yomon gumon vaboni keltirib chiqardi. Inson yaxshi gumon sababli xatolashgan bo'lsa, javobgarlikka tortilmaydi. Lekin yomon gumon qilib xatolashgan bo'lsa, javobgarlikka tortiladi. Kamtar bo'lish o'yimchanlikning sug'urtisi. Birdak bo'limiz deb erkin fikr va tushunchalardan voz kechmaslik lozim. Yerib qolganlar orqadan kelayotganlarga yo'l berish kerak. Tugidi. 2017 yil 4 oyning 6 kuni Germaniya.